Vuyong Liangshan ko'lidagi Subuyda nomli qasrdagi eng cho'ng qiltaqchi, eng cho'ng tikochi. Subuyda nomli qasrdagi birinchi darajalik zarxanda. Endi bu yerda Subuyda nomli qasr qarsak, Molotopqa Vuyong tadbirlik, aqlliq, farosatlik, xuddi uch parchalik haqida qissadagi Juglianning rolini o'ynagandek turdi. Biroq endi buni cho'ng jihatdan, umum jihatdan asar o'yinchi tahlil qilib, biz ko'rgan televiziya teatriga birlashtirib manda qarsak, bunun qila oladigan eng cho'ng ishi tiko, boshqalarga xayr qilish. Shundami? Maqsadga yetish uchun qandaqli odam bo'lsa, xayr qilib, qaslab, go'llab buni ya o'ltirib atadi, ya o'rdadagi cho'ng gunoh paturib Yangshan ko'lga chiqishdi. Yangshan ko'ldagi 108 azmatning ichidimi, mushu xayr qilib bu yerga chiqqanlar nurg'un. Undan so'ng bu to'g'risida bugun tafsiliy paranglashmoqli. Mazmunni yoqtirgan do'stlar meni ko'nji qilib, bilimning davomli quloq solinglar. Qissa haqida bayon. Endi bu yerda Vuyongning birinchi qasb uchirgan, Vuyong tufayli mishta qasb uchirgan odam kim o? Subuyda nomli qasrdagi birinchi domila Manglik yovi Yangji. Endi bu yerda Yangji Subuyda nomli asardagi 3 avlod haqiqiy harbiy Batur Sambulla oilasidan kelib chiqqan, oil nasabi nihoyat yaxshi chiqqan bir Batur. Biroq bu Subuyda nomli qasr qarsak doim falokat o'sidi buni. Domila deydi buni. Asar qarsak bu yerdagi Yangji tunji qitimliq Mavlud so'g'isini hamda tabiiy ofat tufaylidan shunday yo'qotib qo'ydi. Shuning bilan bu butkul uy bisotini setib, Yangji nima ish qilib namatilib ketdi. Sana mush vaqtingizda butkul uy bisot pul yarg'idek narsaning hammasini setib Gauchoni oldiga bordi. Biroq bu yerda Gaucho buni akagan so'g'is alarmlarini yaratmay chiqyotdi. Bu yerda Yangjiga alam qiladi. Shundan ham keyin bu yerda Yangji uydagi o'z eng oxir saqlab qolgan eliq Zulfiqarni, Otmras Zulfiqarni chiqib satmoqchi bo'lgan vaqtimizda eliq lukchak, eliq ismi nimati uning buga uchrab qoldi. Shuning bilan bu o'htamni qilg'ashqa buni o'ltiryotdi. Endi bu yerda Yamulbeki buni amal yo'q, odam o'ltirganlik uchun gunoh buyuruydi. Lekin bu vaqtimizda Yangjining yana bir qatim ta'liqlab, yana bir Mavlud so'g'isini, yana Ashbash vazirning tug'ilgan kuniga sovg'at opirdigan bir vazifani qilsa, buning gunohini yeni deb kim manda qildigan bir omad keladi. Biroq shu vaqtning o'zida buni kim xayr qildi? Bu yerda Vuyong. Bu yerda bir tiko tadbir o'ynab, bu yo'tkatmangan Mavlud so'g'isini Chaogay boshlig'i bulab Liangshan ko'liga chiqib ketdi. O'ylab bakinglar, Yangji kin Liangshan ko'liga chiqqan kun nima ish aytib olanmaydi, nima ish ta'tir qarildi. Başdılar mandaq bir soğuq münasibətlər uruşu var. İkinci bir kişi olsa bizni yoqtirdigan Xibeylik bozulpar Lujinyi. Subuyda nomli qasrdagi birinchi numurlik palvon. Endi mushak Xibeylik bozulpar Lujinyi qarsak bu degan nech avlod o'rnida cho'ng muq tutgan. Xibeylik 3 cho'ng sarkar Sang'un oilasining birinchisi Lujinyi cho'ng janglardan orduqna cho'ng to'yib ko'rsatgan. Shuning uchun To'rbag unvoni var. Endi buning yetib yis tugamaydigan boyligi, nam obro'y, shon shuhrat hammasi bor. Mushundaq bir baxtli kishiga Sunjanglar o'ltirib Liangshan ko'lida, bizning hammamiz parlandi u bu o'g'ir qaraq chikanmiz. Elde otisi etiva, sepiva, mandaqaraq bir odamlar chiqsa qul tergan vaqtingizda bular to'rdan tiraq tekshirib, shuning bilan kimga ko'z tushdi? Lujiga ko'z tushdi. Endi bu yerda Molotopqa Vuyong bir Suamning Shanshong palchi ustam siyoqida buning uyi kelib, uni deb tamg'i esyan nazmisini yezib, shuning bilan o'ylab baqinglar, buning shuncha baxtli oilasi xotin butun narsani yo'q qildi. Aylık durumunda vaqtning o'zini Lujiga shundaq bir nafrat bilan qarab ketadi-ku. Chiqib bu qig'inig'im qarsanglar, Liangshan ko'l nuqtasidan qarsaqlar, o yaxshi qandak turgan bilan Lujiga tarafdan qarab qo'yinglar. Amnet Lujining mishat Vuyongni, Sunjangni chaynab purkvatkisi var menimcha. Yeni Subuyda nomli qasrning eng beshi qarsak, oq yaktaklik Wang Lun. Bu Liangshan ko'lning birinchi atamaniti. Mushirim qanday qildi bu yer Vuyong Linchong bilan bu ikkisining o'rtasida ozdir ko'pdir ziddiyat borligini his qilib, sizib bilib, to'xtamay ziddiyat urg'achashdi. To'xtamay buni kuchgatdi, osh sirtdan yalpidi. O yaqin qo'rishib olgandim, o'lim mashqavul ishlatmaylar, bu yer qanday qilib qolsin deb yurib, oxiri bu yerga Linchongning qolishilmaydiganligidan foydalanib ketib, oq yaktak Wang Lungmi mana chiko qo'yib buni xayr qildi. Mana qaranglar. Endi bu yerda Liangshan ko'lining alg'ilish umumiy nazariga qarsakmi, Sunjang boshlig'i bilan bu tadbirlarning ko'pinchisini, bu aqlning ko'pinchisini kim ko'rsatdi? Vuyong. Shundami? Garchi Sunjang oldiga chiqib qolgan bilan rol tizginak Vuyongning qo'lida. Umum jihatdan qarsak bu yerda Vuyongning eng chong qila oladigan ishi boshqalar xayr qilish. Shuning uchun eng oxirida Vuyong hayot qilib turib, nima uchun yana Liangshan ko'liga chiqib
ananınkini ülüp alıp yığlap durup. Muşu vaqtı görünüş qarap bakın acayip zor puşayman, hasrat, azap, şundaymi? Unda olsa ekran aldık dostlar. Sizlar bu yer viyon qanda bağırsızlar. Viyon uçuga zonlarni ko'z qarshini qoldiringlar. Rahmat.